Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan Nox Minecraft. Bugun nima qilamiz desalaring, nima ham qilardik bugun? Xo'sh. Hozir nima deydilar? Hammasi uyga kiryapti, so'raychi. Nima uyga kirib oldilaring hammalaring? Yoqada ko'chada turish mumkin emas. Agar ko'lni suvida ichsang, sen maxluqqa aylanasan. Sen yana ichib yurmagin suvdan ko'lni. Aldamanglar. Cho'chqa ham kirib olibdi do'stlar. Nima deydi? Yomg'ir yog'ayotganda ko'ldan suv ichma deymi? Nima bo'ladi? Kecham tushyapti shekilli. Nima bo'ladi suv ichsam? Mayli do'stlar. Voy, tushib ketyapman. Ularga ishonmaymiz uyda o'tiramiz yomg'ir yoqqanda nima keragi bor? Baribir tomog'im qurib ketyapti, chidolmayman. Sekin chiqib suv ichaveramiz, nima ham bo'lardi? Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hoppa, ko'ryapsizlarmi? Uy, suv ichib ketibman. Mazza mana hech narsa bo'lgan yo'q menga. Nima bo'lyapti? Do'stlar, men sayohatchiman. Xo'sh. Ana do'stlar, sayohatchiman. Bugun ko'rib turibsizlar. Qishloq topib oldim. Kimda qishlog'i bu? Bu yerda nima dom qurilyapti? 18-qishloq ekan do'stlar. Voy, men kirgizmayapti qishloq bu. Mayli, bu yerda bir kun tunab qolish kerak. Bu kim u? Assalomu alaykum. Siz kimsiz? Men bu qishloqda beraman. Bu yerda bir kun tunab qolsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. O'zingga bo'sh uy top. Mayli do'stlar. Bu qishloq lekin odamlar meni nimagadir quvmayapti. Yaxshi ekan odamlar. Bu yaxshi ko'rinyapti. Mana shu uyda yashab ko'raman. Sharoitlarni qaranglar. Hech kim ham yo'q ekan. Charchab ketdim do'stlar, lekin uxlash kerak. Do'stlar, bu kim? Kimsan sen? Yo'qol. Yo'qol, sen kimsan? Kimsan? Yo'qol. Ketdi. Yo, do'stlar, bu maxluq nima edi? Voy, maxluq ko'rdingizmi? Jinnimisan, bu qishloqda maxluq yo'q. Do'stlar, qo'rqib ketyapman. Men ko'zimga nimadir ko'rindimi ekan? Borib buni merga aytish kerak. Mer. Ha. Men maxluq ko'rdim bu yerda. Qanaqa maxluq? Bilmayman. Zombiga o'xshash maxluq. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu maxluqqa keladigan bo'lsak, yomg'irda ko'ldan suv ichgan odamlar shunday bo'lib aylanadi. Kim ichgan bo'lsam, lekin Nox ichmagan bo'lsin-da. Qaysi uyda yashayapsan o'zi? Temirchining uyida yashayapman. Kimdir Nox bor ekanmi? Yo'q, hech kim yo'q-ku. Ha, unda Nox aylanib qolgan. Qishloqqa tezda xabar ber. Qishlog'imizda maxluq bor. Xo'p, bo'ladi. Yo, do'stlar, maxluq. Voy, qishloqi maxluq ekan, maxluq bor ekan. Nox maxluqqa aylanibdi yomg'irda suvdan ichib. Yo'q, bexabar qishloqqa aytib chiqaman buni unda. Davay, do'stlar, bu yerda maxluq bor ekan. Bu yerdan tez ketishim kerak deb o'ylayman. Narsalarimni yig'ishtiraman unda do'stlar. Akalar, yordam beringlar, bitta like bosib qo'yinglar uning uchun. Hay do'stlar, narsalarim qani? Bo'ldi, ketdim. Narsalarim o'zimda ekan. To'xta, qayerga ketyapsan? Yo'q, do'stlar, bu kim u? To'xta, bu uyga kirding. Endi men seni yeyman. Bu yoqqa kel. Yo'q, kelma.